Yarim tonna yukda bemalol ko'taradigan kacheliklarimiz narxlari bunaqa narx ko'rmagansiz. 2.300 ming so'mdan boshlanadi. Bundan tashqari deman qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Dastlabkilarni ham kelishgan holda qilib beriladi. Shu ko'rib turgan 3 talari 2.300 ming so'mdan qilib beriladi. Undan tashqari bu tomonlarga keladigan bo'lsa 2,5 million so'm ketaveradi. Bu tomondagilar 2.600 ming so'm, bu ko'rib turganlari 2.800 ming so'mdan. Eng asosiysi bunisi nech pul deganlarga 3,5 million so'm bo'ladi. Bu chekkalarni ham stanoyda chiroyli holatda o'zidan bukib chiqarilgan, pachinliklar qo'yib qo'yilgan, mustahkam bo'ladi. Har bitta xonadon uchun chiroyli holatda ishlangan. Kraskalari ham avtomobilli bo'ladi. Bu degani yomg'irga hamma tomonlama chidab beradigan bo'ladi, ko'chib ketmaydigandan bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilon atrofida O'qchi ham deyshadi, Qo'shtepa ham deyshadi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. 12 ta viloyatga kelishgan holda dastlabkilar chiroyli qilib beriladi. Temir sohasi bo'yicha qanaqa xizmatlar bo'lsa, darvoza, kaziro hamma yoqda qilib berishadi. Faqat Ravshanbekdan oldim salam bo'ldi. 2.300 ming so'mdan boshlanadi. Bemalol telefon qilaverasizlar.